Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 11 may 2026-yil Namangan viloyati Norin tumani Haqlobod 6-maktabni oldidan dehqon akalarda xonadondan video tayyorlayapmiz akalar. Sotiladigan simental buqachalar bor. Narigi tomonlarda qolgan sheriklari ham bor. Hammasini video davomida qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni adilitsa qilib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga ma'qul kelib qolsa telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. Obuna bo'lmay ko'rib turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi akalar. Dehqonlardan chiqsa, o'zlari ishqiboz olib boqib turganlari, ishonchlilardan bo'lsa, savdogardan emas, dehqonni olib boqamiz deganlarga akalar 6 dona buqachalar bor. Pulari kattalari, narigi tomonda puli arzonroq yoshlaridan ham bor. Xudo xolasa hammasi sorti, sifati tozalaridan. Uchalasi lekin yiriklari отдельный qo'ydik. Hojiboy, charchamayapsizmi? Sal-pal charchagandek. Sotaveramizmi buqalarda? Rosa yeydigan vaqtiga keldi. Xo'p, kattalari yosh qanaqa hozir? Kattalari shu 1 yoshga boray deb qoldi-da, 10 oy, 11 oy. 1 yoshga boray deb qoldi. Gap yo'q. O'zingiz olib, ishqiboz bo'lib boqayotgan buzoqlar-a? Buni baqib, juda nima qilyaptim endi. Gap yo'q. Yoshimizdan katta bo'lishi kerak. Gap yo'q. Like bosib turasizlar akalar. Hojiboyni o'zi ishqiboz bo'lib, mana boqib turgan buqalari hammasi. Endi pardozi yo'q, boshqasi yo'q. Imkon qadar tashqariga olib chiqib, qo'ldan kelgancha ko'rsatib qo'yapmiz. Yeb ichishi sog'ligi zo'r-a? Yeb ichishlariga gap yo'q. Hamma yo'q joyda. Yeyishiga chidasa bo'ldi. Yeyishiga chidasa bo'ldi. Ammo ayamay boqadigan joyiga kelgan buqalarda. Hammasi ko'rib turibsizlar, to'qol. Bemalol zagonga qo'yib yuborib baqsanglar ham bo'laveradi. Endi bayli turgan mollar ekan, yechib ko'rsatishda iloji yo'q yetalab. Turgan joyida imkon qadar tashqariga olib chiqib, video qilib ko'rsatib qo'yapmiz akalar. O'zlariga dehqonchilik olib, boqib, ishqiboz bo'lib boqayotgan narsalari. Mana tuyoqlari. Stekan tuyoqda. Ular o'ta oliyna haqiqiy avstriyskilardan. Uchovi ham, oltovi ham. Bo'ylar nechidan keladi? Hech o'lchadingizmi? Bunlari 25. 1.25 dan tekis. 25 nima? Plus. Plusi bor-a? Mana 30 deb nimasi yo'q. Arqalarini ko'rib turibsizlar. Endi buqalar rosa haligi tulab o'zgarib turgan joyida. Yo'q taraf chiroyli qilib ko'rsatganimizda boshqacha ko'rinardi, lekin baribir mana sort sifati, tozaligi, boshqaligi o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bir qo'ra qilib olib boqaman deganlarga kelib bu tomonda 3 dona sal yoshroqlari ham bor. Bu kattalarda to'rinchisi bu. Katta farq qilmaydi. Misol, to'rala kattani bir joyga olganda uni qo'shib olsanglar bo'laveradigan. Bu tomonda mana 2 dona kichikroqlaridan bor. Ularni ham chiroyli qilib boqsa, boshidagilarda bo'ladi. Hamma yo'g'i bir xilida akalar. Mabodoga bu ikkovini dini qilib ajratib olsanglar ham bo'laveradiganlar. Bular ham to'qol. Shoxlari kuydirilgan. Uyda xonadonda boqilayotgan buqalar. Hamma yo'g'i xohlasa joyida. Rangi, ro'ylari, hamma narsasi joyida. O'zi yoshi katta odam ko'rib turibsizlar. Chiroyli qilib, erinmasdan mehnatini qilib boqyapti ekan. Like'ni bosib qo'yinglar akalar. Mana bu kattarog'i. Xo'p, narxlari ham akalar imkon qadar qulay bo'ladi. Ikkala kichkinani hech pul berib yuboramiz. Ikkala kichkinani 29 dan kam bor-da. 29 dan kammi? Ha. Kelishtirib berasiz-a? Albatta, Xudo xolasa. Ikkovini bir joyga 29 dan kelishtirib beriladi. Bemalol. Bular bo'ylar 1.20 dan kelib qoladimi? Ha, 1.15 tepada-da. 1.15 plusda. 1.15 plusda. 1.75 manda. Siz bo'yingiz 1.75 da. Gap yo'q akalar. Like'ni bosib turaylik. Dehqon buvaga. Xo'p. Kattalarini endi ozroq boqib turib, zotga ishlatib yuborsanglar bo'laveradi. Mana uni to'rala kattaga qo'shib bir joyga qilib olsanglar ham bo'laveradigan. Chunki juda katta farq qilmaydi.
Bu yoqqa kengroqqa baylab qo'ydik, xolos, bo'y baslari teng kelaveradi. Xo'p, buni kattalarning to'rovini necha puldan qilib beramiz? Kattalarda 39 dan kami bordi endi. 39 dan kami bor. To'rtalasini. To'rovini. Savdo qilishib olaveradi. Ha, savdosi bor. Kelib, ko'rib, bemalol ustida o'zinglar savdolashib olaverasizlar akalar. Mana shu bo'yi 175. Ha, 175 bo'yiga mo'ljallab olaverasizlar. Endi bo'yiga, vesiga oladigan buzoqlar emas, to'g'risi. Yosh narsalar, sortiga, sifatiga qiziqqan odam. Mana baqbaqalari hamma yo'g'i joyida. O'zlari haqiqiy sutga to'ygan buzoqlarni tayinli joydan olib, chiroyli qilib erinmasdan boqib turishibdi. Bular to'rov bir joyga bo'lsa 39 dan. Ha, 39 dan kami bor. 39 dan kam bor-a? Ha, albatta. Gap yo'q. Bitta joyga olaman degan odam bo'lsa, chiroyli qilib kelishtirib berasizmi? Albatta, albatta. Bo'laveradi. Bir joyga olaman degan odam bo'lsa, mana bemalol kelib, dehqon buva bilan o'zinglar savdoni qilib olaverasizlar. Imkon qadar ko'rsatib qo'yapmiz telefonda. Katta kichkina ko'rinib qolishi mumkin. Kelib, qolganini ustida bemalol o'zinglar ko'rib, ma'qul kelganini olaverasizlar. Mabodoga endi bu 4 tadan ham bir 2-3 tasini tanlab olishsa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Tanlasa bo'laveradi. Kelishaveradi. Kelishilaveradi akalar. Ozgina narxlar o'zgarib qolishi mumkin xolos. Tanlashiga qarab, Albatta. gap yo'q. Lekin xudo xolasa buzmasdan bir joyga olaman degan odamga mana 6 ta buqacha bir mashina qilib qaytga bo'lsa olib ketaverasizlar. Nomerlarni ekranda qoldiramiz. Telefon qilib savdolashib olaverasizlar.